Geofizika aeroport hududidan bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli bizning kuzatib boruvchilar. 3 xona plus holi bilan 88 metr kvadrat, 3-qavatda yer remonti bilan kirish qismimiz ajoyib prixожий mebel qilingan. Xonalar alohida. Общий sanuzel. Katta oshxona plus balkoni bilan holimizga qaytamiz. Bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona barcha sharoitlari bilan. Isitish tizimlari двухмоторный котел, uylarga radiator, koridor, kafelik joylarimizga jobli pol qilingan. Bolalar uchun yotoqxona, 2 kishilik, shkaf, divanlari bilan va mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga ham balkon mavjud. Samarqand shahar geofizika hududi yuksalishi qarama-qarshisida 3-qavatda 3 xonalik plus holi bilan 88 metr kvadrat umumiy maydoni. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 87 ming AQSh so'rayapti. Kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga, ipoteka rassrochkasi yo'q. To'liq ma'lumotni pastda nomerga qoldiraman. Bizani yo'qotib qo'yilmaslik uchun like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.